Allohning go'zal ismlari. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Musawwir. Musavvir maxluqotlarning suratini, shakl shamoyilini shakllantiruvchi, har bir narsaga o'ziga xos surat beruvchi demakdir. Ushbu ism Qur'oni Karimda faqat bir o'rinda kelgan. U Alloh Xoliqdir, Bari'dir, Musavvirdir. Hashr surasi 24-oyat. Alloh taoloning Al-Xoliq, Al-Bari' va Al-Musavvir ismlari bir g'oya ustida jam bo'lib, yaratish amaliyotini amalga oshiradi. Al-Xoliq barcha narsani oldin bo'lmagan yo'qlikdan paydo qilib, xalq qilish, ya'ni yaratish sifatidir. Eng go'zal yaratuvchi, ya'ni yo'qdan bor qilguvchi bo'lmish Alloh barokatlidir, buyukdir. Mu'minun surasi 14-oyat. Al-Bari' xalq qilish, lekin muayyan va yetuk hikmatga binoan yaratish sifatidir. Al-Musawwir yaratilishning 3-bosqichi bo'lib, yaratgan narsaga muayyan surat ato qilish sifatidir.